Assalomu alaykum, Tabobat muxlislari. Bugun 27 so'z to'g'ri ovqatlanish, salomatlik saqlash to'g'risidagi ko'rsatuvni boshlaymiz. Oldingi ko'rsatuvda maza to'g'risida, ya'ni ta'm to'g'risida gapirgandim. Endi bugun ovoz, tovush haqida, mijozlari, ovozni mijozlari to'g'risida gapiramiz. Bu tovush ham bizni sezgi organimiz hisoblanadi. Quloq orqali eshitamiz. Bu tovushni asli bizni o'pkamiz boshqaradi. O'pka orqali boshqaradi. O'pkamizni mijozi quruq hisoblanadi. Quruq. Agar bizni o'pkamizda agar mijozi shamoli kuchayib ketgan bo'lsa, insonning ovozi kuchli bo'ladi. Ya'ni ovoz bizni o'pkamizdan chiqadi. Biz nafas olamiz, ya'ni kislorodni yutamiz. Bronx orqali o'pkaga boradi. Keyin bizni ovozimiz o'shani yutgan havoni orqaga qaytarib, o'pkamizdan orqaga qaytarib, tomog'imizdagi ovoz bog'lamlari orqali, ya'ni ovoz bog'lami chiqgan havoni qisib bo'lib berishi oqibatida, ya'ni ovoz paydo bo'ladi. Ya'ni bizni tovushimiz paydo bo'ladi, gapimiz paydo bo'ladi. O'pkamiz orqali biz gaplashamiz, ovoz qilamiz, baqiramiz, chaqiramiz. Hammasi o'sha o'pkadan orqali bo'ladi. Agar o'pkani shamoli kuchayib ketgan bo'lsa, gapiradigan odamning ovozi baland bo'ladi. Juda qattiq gapiradi. Nimagaki, baqirasa, qulog'imga teshib yuboradi deyiladi-ku, o'shanaqa odamlarni o'pkasini shamoli kuchayib ketgan bo'ladi. Ya'ni jigarni o'zi faoliyati kuchayib, jigar sog'lom, shamol kuchayib ketgan, o'pkaga ko'p beravergan. Shuning hisobiga haligi odam baqirib gapiradi. Oddiy gaplarni ham qattiq gapiradi. Agar o'pkani shamoli kuchayib ketsa, demak bilingki, qattiq gapiradigan odam bilib oylangki, jigari kuchli, jigar o'pkaga beravergan, o'pkani shamoli kuchayib ketgan, shuning hisobiga u qattiq gapiradi. Baqirib gapiradi. Shundan bilsa bo'laveradi. Unga voy sekinroq gapir, qulog'imni teshyapti, sekin gapirsam bo'lmaydimi deb gapirganingiz befoyda. O'zi mijozi shuni talab qiladi. Mijozdan kelib chiqadi bu. Agar ba'zida bir baqiradigan bo'lsa, ba'zida normalni gapiradi-yu, ba'zida qattiq gapiradi. U nimadan bo'ladi? Yo'g'onchoqdan bo'ladi. Doimiy gapiradigan bo'lsa, il bo'ladi, doimiy il, ba'zida bir yal deyman-ku. O'sha ba'zida bir baqiradigan bo'lsa, demak, yo'g'onchoqni shamoli kuchayib ketgan. Yo'g'onchoqqa shamolni o'tfa beradi. Ya'ni o'tfa kuchayib ketsa, yo'g'onchoqqa beravergan,
O'shaning uchun ba'zida baqir-chaqir qilib yuboradi. Qaddam bo'lmaydi, ba'zida qiladi. Haligi o'pkani issig'i oshib ketsa, inson doim kulib yuradigan bo'ladi. Doim yuzida tabassum, kulmaydigan gaplarni gapirsangiz ham kulib turaveradi. Kulguli gaplarni gapirsangiz xohlab yuboradi. Doim yuzida tabassum bo'ladi. O'pkasini issig'i oshgan bo'ladi. Ya'ni yurak kuchli bo'ladi, issiq mijoz bo'ladi. Haligi issig'idan oshig'ini, normadan oshig'ini o'pkaga ham berib yuborgan bo'ladi. Shuning hisobiga haligi kulish ham qattiq bo'ladi. Aholab kuladi. Hali ovozaxon gapirmay turib ham vaholab yuboradi. Hali latifasi me'yoriga yetmasdan turib ham vaha qilib issig'i oshib ketsa shunaqa bo'ladi. Kulgisi ko'p bo'ladi. Kuladigan odam aytadiki, ba'zi doktorga borsam, siz kasal bo'lib qolibsiz debdi. Nima u siz kasal deb kulib turaveradi. Diqqat bo'lishi ham yo'q, xafa bo'lishi ham yo'q. O'zini haligi kasalligini ham kulib gapirib beradi. Shunaqa bo'ladi. Issiq mijoz odamlar. Haligi xuddi o'shlayotgandek hali ovozi ba'zida chiqmay gapiradigan odamlar. Gapirsang arang ovozini eshitasiz. Sekin gapiradigan odamlar bo'ladi. Qattiqroq gapir, dadilroq gapir. Shu ovozini ichiga yutaversan gapingni deyiladi-ku, o'shanaqa odamlarni o'pkasini namliga oshib ketgan bo'ladi. Ya'ni taloqni namliga oshib ketsa, o'pkaga berib yuborgan, normadan oshiq. Shuning hisobiga o'pkadan ovoz ham arang chiqadi. Ovozini qulog'i vazminroq odamni eshitmaydi, nima deyotganini, gapirayotganini. Xuddi yig'lamsiranga o'xshagan gapirgandakka ovoz chiqadiganlarniki, demak, o'pkasini namliga oshib ketgan. Shuning hisobiga ovozi baland chiqmaydi. Ovozi ba'zida xirillab chiqadi. Xirillaganga o'xshagan ovoz chiqadi. Bu demak, namliga oshib ketgan. Talog'i namliga oshib ketib, nimaga berib yuborgan. O'pkaga shuning hisobiga ovoz qattiq chiqmaydi. Endi ba'zi odamlar uxlab gapiradi. Qilib ovozi past chiqadi, ko'p uxladi. Ana shularniki sovuq, qurug'i oshib ketgan bo'ladi. Sovuq izbitka deyiladi. Namlini влажность, qurug'ini sovuq deyiladi. Oshib ketsa, shunaqa uxlayveradi. Siqilganga o'xshaydi. G'am totgandek bo'ladi. Ko'p siqiladi, ko'p uxlaydi. Hech yuragi sig'maydi. Bu o'pkani o'zini qurug'ini kuchayib ketgandan bo'ladi. Shunaqa odamni ba'zisi yig'lagisi aytadi, yig'lagim keladi. Nimagadir yuragim siqilaveradi. Doim ichim yorishmaydi. Siqilish, g'am, hech kulgim kelmaydi deydi. Ana shu o'pkani qurug'i oshib ketsa shunaqa bo'ladi. Uxlayveradi, diqqat bo'laveradi, siqilaveradi. Bitta gap kamlik qiladi, ikkita gap ko'plik qiladi. Yuragi torib qoladi, o'zib ketadi, qotma bo'ladi. O'pkani qurug'i oshib ketsa. Endi o'pkani sovug'i oshib ketsa,
Üfüredi. Uf, uf, kılıp üfüreveredi. Öpken soğuk açıp geçse. O da içinde bir nasıl yemiritken oğuşka, o da tevesse bir kişi böstürgen oğuşka, yaptı katta gam, başıga taş düşkeni, şundan sıkılırken oğuşka, üfürevereden adamı öpkesini soğuk açkan böyle. Bu büyürani soğuk açıp getip, öpkege bir organda, şuna böyle. Normalden aşağı bir orada. Aynısı 60'tan ötken adamla, 50'den ötken adamla, 60'tan ötken adamla şunaqa bo'ladi. Ko'p siqiladi, ko'p ufuradi. G'am, siqilish, qo'rquv kuchli bo'ladi. Ana shu o'pkani sovuq oshib ketadi. O'pkada kasallik bo'ladi ko'proq. O'pkada kasalligi bor odamni o'pkalari ham shundan kelib chiqadi. Sovuq oshib ketganda o'pkani raki paydo bo'ladi. Sovuq mijoz bo'lgan, o'tganda. Mana shu ovoz. Arang ovozi bilinmas sekin gapiradi sovuq mijozlar. Nihoyatda sekin gapiradi. Basharasi ham siqilgan odamga boshqa bujmayib, sekin gapiradi. Demak, bilinki o'pkasini sovuq oshib ketgan, buyragini faoliyati kuchayib ketgan, kasallik bor, surunkali kasalliklar bor, o'pkada kasallik bor. Ana shundan bilinadi. Endi ajratmalar to'g'risida mijozada gapiramiz. Ajratmalarni asosan buyragimiz ajratadi. Buyrak. Ya'ni qon buyrakdan o'tadi. Buyrakni atgandan oldin ham sizlarga buyrak ham filtr. Qonimizni filtrlab suyuqlikda eriydigan zaharlarni, virus, bakteriya, mikroblarni, iflosliklarni hammasini ajratib, siydi orqali chiqaradi, siydi qopiga to'planadi. Ya'ni qovoqqa to'planib, to'lgandan keyin oldingi avratimiz orqali siyamiz. Ba'zi odamlarni og'zidan, burnidan haligi suv oqadi. Suv ajrab turadi, tomchilab turadi. Ko'p gip bo'ladi burun. Haligi suyuqlik oqadi burundan. Ko'p bo'ladi. Bu o'sha shamol kuchayib ketsa, shunaqa burundan suyuqlik oqadigan bo'lib qoladi. Shilimshiqqa o'xshagan, ba'zida suvga o'xshaydi, ba'zida shilimshiqqa o'xshaydi. Shu buyrakni shamoli kuchayib ketsa, shunaqa bo'ladi. Og'izdan ham suyuq yuradi, burundan oqadi, ba'zida quloqdan ham oqadi, yiring bo'lib. Buyrakni shamoli kuchayib ketgan, ya'ni jigar o'zi kuchayib ketib, normaldan ortiqcha buyrakka beravergan, shuni sababiga shu shilimshiq ajrash ko'payadi. Buyrakni issig'i oshib ketsa, odam terni ko'p ajratadi. Terni asosan buyrak ajratadi. Asli ter nimaga ajratadi? Bizni badanimizni qizib ketmasligi uchun ajratadi. Ya'ni issiq mahalda bilasizlar, yozni chillasida ko'p terlaydi odam. Nimaga terlaydi? Badanimiz qizib ketmasin, 36,5 gradusdan oshib ketmasin, 37, 38, 40 chiqib ketmasin deb suyuqlikni badanga ko'p ajratadi, sovutish uchun. Konditsioner, ventilyator, konditsioner
Şunu sevgi yozda insan ko'p terlaydi. Badan qizib ketmasligi uchun. Lekin buyrakni issig'i o'chib ketsa, o'zi sovuq mijozda buyrak sovuq mijoz. Soğuğun markezi. Soğuk enerjinin markezi hisoblanadi. Qovuq ham, sovuq ham, buyrak ham sovuq energiyaning markazi hisoblanadi. Issig'i o'chib ketsa, ya'ni yurak kuchayib ketib, issig'ini normadan ko'p berib olsa, buyrakka ko'p terlaydi inson. Faqat yozda emas, bahorda ham terlayveradi, kuzda ham terlayveradi, qishda ham terlayveradi. Ko'p terlashlik shu buyrakni issig'ini o'chib ketganda. Ya'ni yurak kuchayib ketgan, issig'i o'zidan oshib ketgan, buyrakka beraverayotgan. Yurak nimaga issig'i oshib ketadi? Achchig'ini yeyaveradi, achchiq narsani ko'p yeydi, issig'i oshib ketadi, keyin o'zidan ortiqchasini keyin buyrakka, yo taloqqa, yo jigarga, yo o'pkaga berib oladi dedim-ku. Bir-birisi bilan almashaveradi dedim-ku energiyani. Shu buyrakka issig'ini ko'p berib olsa, inson ko'p terlayveradi. Faqat yozda emas, qishda ham terlaydi, bahorda ham terlaydi, kuzda ham terlaydi. Hatto ba'zi insonlarning qo'li ham terlayveradi. Qo'ltig'ini osti terlaydi, oyog'i terlaydi, shotlarni orasi terlaydi, boshlari ko'p terlaydi, bo'yinlar. Shu buyrakni issig'i o'chib ketishidan shunaqa terlash ko'p bo'ladi. Endi qurug'i oshib ketsa, atdim qurug'i oshib ketganda burunda shilimshiq ko'p keladi. Shamol oshib ketganda suv ko'p keladi. Quruq oshib ketganda shilimshiq. Ba'zida zangor ham keladi. Ko'p keladi. Burundan kelishi, og'izdan suloli ko'p keladi. Ko'p tupuradi. Shilimshiqlar. Ajrayadi. Balg'am deyiladi-ku. Ana shu o'pkani quruq oshib ketib, buyrakka berib oladi. Shuni sevgan keyin balg'am keladi og'izdan, burundan shilimshiq keladi, quloqdan yiring keladi. Buyrakni o'zi kuchayib ketganda siydoni ko'p ajratadi. Ko'p ajratib oladi. Buyrakni o'zini sovuq oshib ketsa. Agar buyrakni faoliyati pasayib ketsa, siydo ajratmay qo'yadi, kam siydo ajratadi. Shuni sevga badanda suv to'planadi, ya'ni siydo to'planadi. Badan shishi bor-ku, shishib ketadi-ku, qo'lni shishadi, ba'zi qo'llar shishib ketadi, yo oyoqlar shishadi. Tizidan pasti, yo tizidan tepasi, yo ikkita oyoq, tovonlar shishishi, panjara shishishi, shular buyrakni faoliyati pasayib ketib, siydoni ajratolmaydi. Keyin taloqni faoliyati pasayib ketsa, u limfa sistemasi, ya'ni badandagi limfalarni taloq boshqaradi. Shu limfalardagi suvlar to'planib shishadi. Buyrak faoliyati pasayib ketsa ham, shu badanga qo'rin, ayniqsa qo'ringa to'planadiganlar buyrakdan bo'ladi. Oyoqdagi boshqalarda taloqdan bo'ladi. Jigar, taloq, buyrakniki faoliyati buzilsa, badanda shishlar paydo bo'ladi. Yurakniki bo'lsa, tomirlarda, venalarda qon tomirdan bo'ladi, oyoqlarda varikozlar, ashireni vena deydi, oyoqdagi tomirlarni, venalarni shishib qolishi, shu yurakni faoliyati pasayishidan, davleniyasi qonni yetarli bo'lmagandan, kam harakatligidan oyoqdagi vena tomirlarni shishib qolishi, oyoqdagi shishlar taloq, buyrak, jigardan bo'ladi. Mana ajratmalar, demak, suyuqlikni ajratishi taloqdan, buyrakdan asosan. Normal odamda, sog'lom odamda
hammasi joyida bo'ladi. Yozda buyragi terlik ko'p bo'lganda yozda insonlar kam suyadi. Qishda ter chiqmaydi badandan. Qishda siyish ko'p bo'ladi. Shuning sababi qishda ko'p suyadi insonlar, yozda kam suyib ter orqali. Hatto o'pkadan bir sutka 24 soat mobaynida nafas olib chiqarganimizda ham yarim litr suyuqlik ajraladi. Kuniga yarim litr suyuqlik ajraladi. Mana shu nafas olib chiqarishimiz sababi. Shuning uchun yozda inson eng kami o'tirib ishlaydigan, salqinda ishlaydigan inson eng kami 2 litr suyuqlik ichishi kerak. Bo'lmasa 3 litr. Jismoniy mehnat qiladiganlar, og'ir ish qiladiganlar, oftobda ishlaydiganlar 5 litr, 6 litrgacha suyuqlik ichishi kerak. Bo'lmasa insonni badanida suyuqlik kamayib ketib, o'zini noxush his qiladi. Qon quyilib ketadi. Qon tarkibida suyuqlik kamayib ketsa, qon quyilib ketib, yurakka nagrizka keladi. Yurak tez urishni boshlaydi. Shuning uchun yozda inson chanqamasa 2 litr. Bir soatda bir piyoladan suyuqlik, dog' suvini ichib yursa, qoni quyilmaydi. Normada yuradi. Dori ichish shart emas. Suyuqlikni o'zini ichib yursangiz ham qon suyulaveradi, quyilmaydi. Qonni 90% suyuqlikdan iborat. Shuning uchun suyuqlikni ichib yurgan odam qoni quyilmaydi. Qoni quyilmagan odam davleniyasi ko'tarilmaydi. Aytganman oldin ko'rsatiladi. Davleniyani o'shadan 5 ta sababdan bittasi qonni quyilishi deganman. Shuning uchun suyuqlikni doim chanqamasangiz bir soatda bir piyoladan dog' suv ichib yursangiz o'zingizni yaxshi his qilib yurasiz. Qoningiz ham quyilmaydi. O'zingiz ham lohas his qilmaysiz. Yaxshi his qilib yurasiz. Endi ovqatlanish to'g'risida gapiradigan bo'lsam, ovqatlanishni mijozlarni aytdimmi, ko'plarni mijozga qarab, mana ovozni eshitdingmi, ajratmani eshitdingmi. Ovqatlanishga asosan ovqatdan oldin bir piyola dog' suv ichib yursangiz, 2 mahal ovqatlanasiz, 3 mahalmi, iliq holda ichib yursangiz, o'sha dog' suv sizni hazm sistema deyiladi. Og'izdan boshlab orqa avrat, oldin avratingizgacha hazm sistema, ya'ni tizim deyiladi o'zbekchasiga. Shuni ichini tozalaydi. Ichidagi iflosliklar, quyqalar, qoldiqlarni chiqarib tashlashga, chayqashga yordam beradi. Faoliyatini yaxshilaydi. Doim bir piyola dog' suvni uy xonasidagi hech bo'lmasa uy temperaturasidagina ichib yurilsa ovqatdan oldin doim foyda qiladi hazm yo'llariga. Ikkinchi, suyuqliklarni aytganman. Suyuqliklar, mevalarni, qatiq, sut, mevalar, hamma meva. Ularning tarkibi 90% mevaning tarkibi suvdan iborat. Shuning uchun oshqozonda turmaydi. 12 barmoq ichida turmaydi. Ingichka o'shakka o'tib tez hazm bo'ladi. Shuning uchun doim oldin ko'rsatuvdan aytaman, ko'p qaytaraman shu gapni. Mevalarni, qatiq, sut, suyuqliklarni ovqatdan och qoringa oldin suyuqlik iching, keyin meva yeng. Agar salat yemoqchi bo'lsangiz,
Meyvedeki salat yani salat tarkibide 60% suv bo'ladi. Badiromi, patinjonmi, qarammi, ridishkami, turupmi, shularning tarkibida sabzavotlarda shalg'am, sabzi, kartoshka, shularning tarkibida 60% suv bo'ladi. Bular oshqozonda turadi. Keyin 12 barobar uchoqqa o'tadi. Mevalar turmaydi. Shuning uchun birinchi suyuqlikdan keyin chanqog'ini bostirdingizmi, meva yeng. Mevadan keyin agar salat yemoqchi bo'lsangiz, ikkinchidan keyin salat yeng. Salatni bilbidanon bilan yesa bo'laveradi. O'zini yesa ham bo'ladi, bilbidanon bilan yesa ham bo'ladi. Keyin ovqat yesangiz, uzun o'chirt bilan, ya'ni navbat bilan o'tib ketadi. Bir-birisiga mushat qilmaydi. Badaningizda 2 xil proses deydi. Ya'ni yo ovqat achiydi, yo bo'lmasa parchalanadi. Noto'g'ri ovqat yegan odam, bilmasdan yegan odam, nafsini so'ziga kirib yegan odamlarniki ovqatlar achiydi. Navbati bilan yegan odam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qilib yegan odamniki ovqat parchalanadi. Ya'ni u badanga yuqadi. Badanni parchalanganda navbati bilan o'tib ketib, bir-birisiga xalaqit bermaydi. Shuning uchun ular badanga 80% yuqadi, quvvati o'tadi. Ichigan ovqatni quvvati bormaydi, 50% ham o'tmaydi. Ichiganda birinchi gaz paydo bo'ladi, qorin qildiraydi, keyin issiqlik ajraydi, ichiganda qiziydi, oshqozon qiziydi, badaningiz qiziydi. Uchinchi, achitqi, zahar paydo bo'ladi. Ovqat ichigandan keyin zahar paydo bo'ladi. Mikrob paydo bo'ladi, bakteriya paydo bo'ladi. Bular keyin qonga o'tib, qonni keyin zaharlaydi. Keyin jigar filtratganda jigar zaharlaydi. Buyrakka borganda buyrakni zaharlaydi. Qonni, buyrakni, jigarni zaharlaydi. Ya'ni ichigan ovqat. Badaningiz qizdiradi. Hazm buziladi. Yo ichingiz ketadi, yo ichingiz qotadi, uchalaringiz to'lib qoladi, sassiq hid keladi. Qoningizga mikrob o'tgandan keyin qolgan nimalarni ham zaharlaydi. O'sha mevani ovqatdan keyin yeganingizda, mevani aralashtirib yeganingizda aytganman oldin, men ko'p gapiraman. Aralashtirib yeganda achish prosesi bo'ladi. Ichigandan keyin hazmingiz sistemangiz buziladi. Qoningiz qildiradi, qildir qilib. Kikres gazni yuqoriga mana klapi buzilgan bo'lsa, tevaga havo, gaz tevaga chiqadi, kikraydi qilib. O'xshaydi odam. Keyin orqadan yel paydo bo'ladi, ya'ni o'siroq, tushunmaydiganlarga o'siroq deyiladi. Tabobatda yel deyiladi. Orqadan gaz paydo chiqadi. Ba'zilar gaz paydo bo'laveradi. Nimadan deydi? Manda savol beradi. Ana shu ovqatni aralashtirib yeyishlikdan gaz paydo bo'lib, orqadan ham, og'izdan ham kelaveradi, qorin qildiraveradi, hazm buziladi. Yegan ovqat yeyverasiz, yegan ovqatingizni yarmi ham badaningizga o'tmay hojatxonaga tushib ketadi. Noto'g'ri ovqatlanish. Ya'ni mijozini bilmaysiz. Birinchi nimani yeyish kerak, ikkinchi nimani yeyish kerak, uchinchi nimani yeyish kerak, to'rtinchi nimani yeyish kerak, beshinchi nimani yeyish kerak, bilmaysiz. Aralashtirib yuborasiz. Shuni orqasida ovqat achiydi. Yegan taomingiz hammasi achiydi. Ichigandan keyin mikrob paydo bo'ladi, zahar paydo bo'ladi, bakteriya paydo bo'ladi. Badaningizga o'tadi. Kasallik shundan paydo bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qilib to'g'ri ovqatlanganingizda endi parchalanish bo'ladi.
navbeti bilen, öçürüs bilen, öçürüs bilen düşüp keteberedi. Badaningizde gazan payda bolady. Kızımaysan, çankamaysan, içingizden ketmeydi, içingizden qotmaydi. Oğrulayan payda bolmaydy, bezökteleyen payda bolmaydy. Şonuň üçin men doýum aýtaman, togry ovqatlanyş degende birinçi insan özüni mijezini biliş gerek. Kanaka mijozy. İkinci o'sha yutgan taomni mijezini biliş gerek. Keyin o'sha o'ziga mijozga to'g'ri keladigan ziddini yeyish kerak. Issiq mijozda ham sovuq mijozda ovqat yeyish kerak. Shamol mijozda ham namli mijozdagi, quruq mijozdagini yeyish kerak. Sovuq mijozda ham issiqlarni yeb, issiq mijozdagi ovqatdan yeyish kerak. Keyin fasliga qarash kerak. Mana o'zi bahor fasli. Bahordan o'zi mana mart, aprel, may bahor oyi. Bahorda shamol mijoz kuchayadi. O'zi shuning uchun jigarni kuchaytirish uchun ko'katlarni ko'p yeyish kerak. Ko'katlardan. Ko'k samsa, ko'k manti, ko'k chuchvara, ko'k nima. Qishdan chiqqandan keyin insonni badani bir shamol mijoziga o'tganda tozalanish kerak. Jigarni kuchaytirish kerak. Sumalar mana, oshqovoq. Hozir go'shtli narsalarni kamroq yeyish kerak hozir. Mana shu yozga o'tguncha. Sog'lom bo'lish uchun. Yozda hozir shirinlikni kamroq yeyish kerak. Jigarni kuchaytirmoqchi bo'lgan odam. Jigari kuchsiz odam jigar yeyish kerak. Yuragi kuchsiz odam yurak yeyish kerak. Talog'i kuchsiz odam talog' yeyish kerak. O'pkasi kuchsiz odam o'pka yeyish kerak. Buyragi kuchsiz odam buyrak yeyish kerak. Qanaqa qilib yeyish kerak? Uni qovurib, dimlab, shashlik qilib yeyish kerak emas. Jigar yeydigan bo'lsangiz, suvda qaynatishingiz kerak. Yo'nsa dimlab yeyish kerak. Ovqat yeb bo'lgandan keyin, choy ichib bo'lgandan keyin, shashlik singan to'rg'amchi qilib, 4 to'rg'amchi, 5 to'rg'amchi qilib, choy ichib bo'lganingizdan keyin haligini oxirida yesangiz, ana unda sizning keyin jigaringiz kuchayadi. Molni jigarimi, qo'y jigarimi, echkini jigarimi, otni jigarimi, tuyani jigarimi, tovuqni jigarimi, indini jigarimi, g'ozni jigarimi, nimani yesangiz ham jigar energiyasi shamol bo'ladi. Shamoli kuchsiz odam, jigari kuchsiz odam. Jigarlarni qaynatib, dimlab, oxirida yesa ovqatdan keyin. Ana shuni kuchaytiradi, foyda qiladi. Yuragi kuchsiz odam yuragini, hayvonlarning yuragi, parrandalarning yuragini qaynatib, dimlab, ovqatdan oxirida chaynab, non qo'shmasdan o'zini yeyish kerak. O'shandan keyin yuragi kuchayadi. Talog'i kuchaygan odam hayvonlarning qora talog'ini yeyish kerak. Qaynatib yo dimlab, ovqatdan keyin yo choydan keyin oxiri. Demak, bularni go'shtlarni, go'sht mahsulotlarini, yurak, jigar, talog' hammasi bular oshqozonda turadi. Hazmi og'ir hisoblanadi. Og'ir yeyish kerak. Go'shtdan keyin, talog', jigar, o'pkadan keyin hech nima yemaslik kerak. Faqat 2 piyola dog' suv sho'rg'i ichish kerak xolos. Orqasidan uni qatiq yeyish kerak emas, meva-cheva yeyish kerak emas, kompot ichish kerak emas, kola ichish kerak emas, fanta ichish kerak emas, pepsi ichish kerak emas, mineral suv ichish kerak emas. Bo'lmasam hazmga tayyorlamasdan bo'sin bilan epchib ketadi. Gazliga parchalab tashlaydi, echitadi. Yegan ovqatingizni echitadi. Qatiqli mevalar echitadi. Yegan ovqatingizni. Shuning uchun men aytaman,
birinchi inson mijozini bilish kerak, ikkinchi yutgan taomni mijozini bilish kerak, uchinchi tabiatni mijozini bilish kerak, yozda qanaqa ovqat yeyish kerak, kuzda qanaqa ovqat yeyish kerak, qishda qanaqa ovqat yeyish kerak, bahorda qanaqa taom yeyish kerak, bularni bilish kerak. Ana shuni qarab ovqatlanganda inaki inson mijozi normada bo'ladi, kasal bo'lmaydi. Ularni vrachlar aytmaydi, tabiblar aytmaydi. Diyetologlar, parhezshunoslar aytmaydi. To'g'ri ovqatlaning deydi. Lekin ovqatni mijozini aytmaydi. Sizni mijozingizni bilmaydi. Qachon yeyishligini, birinchi, ikkinchi, uchinchi, beshinchi, oltinchi kun yeyishligini aytmaydi. Aralashtirib yeyverasiz, ovqat achiydi. Bizning insonlarda 100% inson bo'lsa, 50-60% ovqatni achitadi. O'sha eng yaxshi, eng kuchli, eng qimmat ovqat yegani bilan ichida aralashtirib yeb ovqat achiydi. Achish prosessi bo'ladi. Shuni orqasidan kasallik kelib chiqadi. Parchalanish kamdan kam odamda bo'ladi. Parchalanish. 80% odamda ovqat achiydi. Bitta taomni o'zini yemaydi inson hech qachon. 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta qilib aralashtirib yeydi. Ana shuni orqasidan achish bo'ladi. Achiydi. Shuni orqasidan kasallik paydo bo'ladi. Shuning uchun men hech kim aytmaydigan, hech kim gapirmaydigan, hech kim qayerda ko'rsatilmaydigan gap, yozilmaydigan gaplarni gapiraman men. Men o'zim ham osh yeydigan bo'lsam, birinchi shakarobni o'zini yeyman. Salat deyiladi-ku. Turibmi, bodrommi, batinjonmi, rediskami, birinchi o'zini yeyman. Yo bir non bilan yeb olaman. Keyin oshni yeyman. O'zini oxiri go'shtini oxiri yeyman. 1 to'rg'ammi, 2 to'rg'ammi, 3 to'rg'ammi, tuxumi bormi, tuxumini ham oxiri yeyman. Keyin 2 piyola dog' suv ichaman. Bo'ldi. O'z navbati bilan birinchi salat tushib ketadi, keyin osh tushib ketadi, keyin go'sht tushib ketadi. Hammasi badanimga yuqadi. Ya'ni parchalanadi. Bizda osh qanaqa yeyiladi? Shakarobga osh qo'shishadi, go'sht qo'shishadi, yo non ham qo'shib olishadi. Hammasi kasha bo'ladi. Achib bizg'iydi. Keyin achish boshlaydi. Uni orqasidan choymi, sovuq choymi, kompotmi, qizdirgandan keyin, issiqlik chiqargandan keyin qatig'imi, pepsimi, kolami, davay, badanni sovutish uchun. Ana noto'g'ri ovqatlanish. Men o'zim 20 yildan beri 2 mahal ovqatlanaman. Ertalab, kechqurun. Bitta mahalda ovqatlanmayman. 20 yildan beri dog' suv ichaman. Qachon mehmon kelganda, qizlarim kelganda, nevaralar kelganda, yo'riq usullarda, to'ylarda, eksonlarda choy ichaman. Boshqa mahal 20 yildan beri faqat dog' suv ichaman. Gazlik, ranglik suvlarni umuman ichmayman. 20 yildan oshdi. Umuman ichmayman. Men ichaman dog' suv, sovuq choy ichaman. Haligi kompot ichaman, oyda qilayman, kompot ichsam. Quruq mevalarni uvitgan suyini, urug', olma, olcha, shularni suyini ichaman. Qatig'ini suvga aralashtirib, solib, ayron qilib, o'sha ayrondan ichaman. Mana shu narsa ichadigan gazli suv, rangli suv, qog'oz baklashkadagi bularni birortasini men 20 yildan beri men o'zim ichmayman. Menga sog'liq kerak, salomatlik kerak. Men zararni o'zimga lozim ko'rmayman. Pulga o'lib ichmayman. Isiz pul, isiz kasallik. Bugungi tugatamiz ko'rsatuvni. Keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'linglar.